$100, $200, $300, $400 buzoqchalarni fermada olib boqsak bo'ladimi? Ferma bormi deganlarga kechada 2 kun oldin o'zimiz O'zbekistonlik birodarlarimiz Samarqandlik bola telefon qildi, Samarqanddanman deb. Ufada. Kazan, Ufa, Rossiyaning qaysi joyida bu o'shundan qat'iy nazar ular Ufada olibdi. Fermani arendavat qildik. Xudo xolasa mayda borib, buqachami, buzoqchami, nima tavsiya berasiz deb telefon qildi. Endi kechagi videodan keyin sizlar kommentariyada so'ragansizlar, boqsa bo'ladimi, biz ham borsak bo'ladimi? Bemalol, faqat oldindan joylarni gaplashib, internetdan, Avito orqalimi, qaysidir saytlar orqalimi yoki bu yerda yurgan tanishlaringizni ishga solasizmi? Topib kelishingizni tavsiya beraman. Ya'ni umuman hech nimasiz kelgandan ko'ra bir nimani topib, shu narsani protsessni ustida kelsangiz, shu xarajatlaringiz bor bu yerda kelgandan keyin. Dokument emasda, agar siz vид на жительство yoki гражданин Rossiya bo'lmasangiz, patent olishingiz shart. Agar Rossiyada davomiy yurmoqchi bo'lsangiz, davomiy, постоянно kelib yuraman desangiz, patent olishingiz kerak. Уведомление qilib qo'yishingiz kerak, трудовой договор, что bir yerda ishlaysiz официальный. Xohlagancha kirib chiqaverasiz keyin O'zbekistonga. Hozir 90+90mi, 90+180mi shunaqa zakonlar o'zi kuchga kirgan. Bir marta go'stlik qildingiz, ikkinchi marta o'zi juda qiyin bo'lib qoladi. Uchinchisida umuman kira olmay qolasiz kerak bo'lsa Rossiyaga. Shuni hisobiga patent bilan ofitsialniy qonuniy yursangiz, inshaalloh Xudo xolasa zo'r soqqa qilishingiz mumkin, ya'ni vaziyatdan foydalanib qolib. Hozir vaziyat ko'rasizlar, kasallik, shu kasallikdan foydalanib, yaxshi kasal yo'q joydan arzon narxlarda olib qolishingiz mumkin. Buqacha bo'ladimi, sigir bo'ladimi? Sizlarga zo'r qiziqarli ma'lumot, like bosib o'qib qo'yinglar bu ma'lumotlarga. Qanaqangi yana kommentariyga yozsanglar, qiziqarli savollarga video qilib javob beraman, Xudo xolasa.